Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti jinoyat protsessual huquqi sho'basi professori, yuridik fanlari doktori ustozimiz Gulchehra To'laganova bilan intervyu olib boramiz. Xush kelibsiz ustoz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi intervyumizda ustozimiz G'afur Abdumajidov haqida so'z yuritar ekanmiz. Keling ushbu ustozimiz haqlarida she'r yozgan edi. She'rimdan bir parcha o'qib bersam. Juda yaxshi bo'ladi. Marhamat. Haqiqat yo'lida charoq bo'lgan zot, qonunga bag'ishlab yashadi hayot, el dardini yurakda asradi mudom, adolat degani edi unga nom. Sudlarda haq so'zni qildi himoya, zulmga bosh egmay yashadi doim, qalami haqiqat, ilmi edi qurol, vijdonni sotmadi hech qachon halol. Kriminalistika sirlarin ochdi, ilm osmoniga yangi yulduzlar sochdi. Shogirdlar qalbiga ziyolar yoqib, huquq darslarini o'tda mehr to'kib, konstitutsiyaga berib buyuk hissa, yurt taqdiri uchun chekdi ko'p hissa. Qonun ustuvor deb kurashdi tinmay, el uchun yashadi o'zni ayamay. Fan arbobi edi millat iftixori, yurt huquq ilmining buyuk me'mori. Ustozning nomini vaqt o'chira olmas, haq yo'lida yoqqan nur so'nib qolmas. G'afur ustoz vijdon, matonat, sabot, u zotdan iboratdir minglab avlod. Adolat bor ekan yashaydi nomi, qonun bor yurtlarda o'chmaydi shoni. Rahmat sizga. Juda chiroyli she'r chiqdi. O'zingiz yozdingizmi? Ustoz, keling savollardan boshlaymiz. Birinchi savolimiz, siz u kishining shogirdi bo'lish baxtiga qanday muyassar bo'lgansiz? Sizni shogirdlikka qabul qilishda qandaydir shart yoki talablar qo'yganmidilar? Rahmat savolingiz uchun. Bugun juda ham chiroyli intervyu tashkil qilibsizlar. Birinchi navbatda minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki ustozlarni doim yo'qlab turish bu insoniy fazilatlardan biri. Bu sir emas. Har kuni biz ustozlarni har kuni eslaymiz. Birma-bir ustozlarimizni. Albatta bu ustozlarning ichida menga O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, yuridik fanlari doktori, professor G'afur Abdumajidov o'rinlari beqiyos. Shu ma'noda aytishimiz kerakki, ustoz tanlashda men hech ham adashmaganman, chunki shu yuridik fanlari nomzodi bo'lganimda Zumradxon Inog'omjonova ilmiy rahbar bo'lgan bo'lsalar, keyinchalik doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlaganimda ilmiy maslahatchi sifatida G'afur Abdumajidov